Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vari kantondagi Verkoren degan tog'liq kentda. Tushdan burun havo xeyli sovuqdi. Gerçi 8-ay bo'lsa-mu, temperatura 12-13 graduslar atrofida. Tog'da biroz yurish qildik. Tushdan keyin quyosh parlab turgan shunday chiroyli bir kun. Shunga lekin shamol biroz kuchli. Shunga o'rmonlikning ichiga kirib, hozirlarga bir asar sunay dedim. Qo'limda dangliq faylasuf, olim, marhum Abdushukur Muhammad Eminning Uyg'urlarda islom madaniyati nomli maqolalar to'plami. Bu to'plamda Yipak yo'lidan Uyg'ur madaniyati angushlarini qayta tepib olish degan bir temadagi xeyli cho'ng hajmli bir maqola bor. Bugun sizlarga mushu maqolaning ichidan millatni suyish va milliy ruhiyatni sog'lomlashtirish degan bir kichik temani o'qib beraman. Xo'sh, boshlaylik. Bu kepinaklar bir-birdan chiroyli, shunchalik erkin uchib yurgan odamni bir xil xo'shallik ato qildik menga. Mana shu shodlik hissiyotida sizlarga bu asarni o'qib beraman. Boshlaylik. Millatni suyish va milliy ruhiyatni sog'lomlashtirish. Suyish ikki xil bo'ladi. Biri hissiy suyish, yana biri aqliy suyish. Millatni suyishdimi, mushundaq ikki turkumdagi yoki ikki darajadagi kishilar mavjud. Ba'zi kishilar uchun bu ikki xil suyish birlashgan. Ba'zi kishilar uchun bu ikki xil suyish o'zaro ziddiyatlik ko'rinish olgan. Millatni suyadigan, ammo tarixni qayta o'ylashga e'tiroz bildirib yurgan kishilar faqat hissiy sevgi bilan to'yinib qolgan va bekinmalikni millatni qutuldiradigan mijodiyat deb to'niqchi kishilar. Mayli savodsiz yoki bilimlik, mayli odatdagi yoki nufuz egisi bo'lishiga qaramay, millatni suyishning oqilona qatlamiga ko'tarilmagan, onunğa qarshi ruhiyat bilan shug'ullangan kishilar baribir millatning mijodiyatchilari bo'la olmaydi. Bu to'liq nozik ideologiyalik individual xarakteristikani o'tkeli. Tarix har qitimliq ma'rifat to'lqinlarida uning ijobiy va salbiy qahramonlarini o'z sahifalariga xotirlab kelgan. Har qaysi millatlar tarixida mundaq nur va soyalar oz emas. Aurelius mening shahrim, mamlakatim Rim. Shunlashqa uningga kerakligi mening kerakligim deganida qandaq oqilona fikr qilgan ha? Osiya xalqim bilimsizlik tufaylidan halok bo'ldi deganida qandaq hasratlangan. Sakyamuni to'g'ri aytgan. O'z qalbiga o'zi chiroq yiqish kerak. Demak, millatni so'yishmi o'xshashmaydi. Tarixni qayta o'ylash, tarixni tadqiq qilishga zid bo'lmasdan, balki tarixni cho'nqur, atrofli, davomli qazish, tadqiq qilishning oldingi sharti va ratsional saviyada izchillashishdan iborat. Tarix ikki jarayondan iborat. O'tmishga nisbatan u bir xazina bo'lib, hadislar bilan mohiyatlarga to'lgan. Uning hikmatlik javohirlari nurg'un. Kelgusiga nisbatan u bir binokorlik bo'lib, u millatning kelgusi tarixini yaratishni, millatni hozirgi zamon millatlari qatorida takomillashtirish yo'llarini izlashni nishonlagan. Agar bu ikki nuqta turg'izilmagan va birlashtirilmaganda haqiqiy tarixning bo'lishi, haqiqiy tarixchining bo'lishi mumkin emas. Har qanday faylasuf tarixchi uchun tarix shu sababli qimmatliki, uningda kelgusining baxtlari, tuproqi, o'simtisi va alomatlari saqlangan bo'ladi.
Xazinaning qimmati uning o'zini bilishi uchunmi? Bo'libmi, uningdan binokorlik materiallari elish uchunmi ahamiyatli bo'lganligida. Tugunda ikki narsa bor. Tarix o'z maqsadini izlab yurgan kishining faoliyatidan iborat. Avval tarixni to'liq qezib bo'lib, ondan zamonaviy ongni turg'izish, tarixni qayta o'ylash kerak degili bo'lmaydi. Chunki hech qanday millat va davlat tarixni to'liq qezib bo'lib, ondan u haqda aqliy muhokama yurgizishni shart qilgan emas. Tarix hamisha o'zidagi arxeologik tepilishlar, aqliy qayta izlanishlar orqali to'liqlanish jarayonlarini oxirlashtirmaydi. Tarixni qayta o'ylash milliy madaniyatni gullantirishning bilish asosi. Tarixni qayta o'ylash milliy madaniyatni yo'qqa chiqaradi deyish behuda andisha. Tarixni qayta o'ylash dal milliy madaniyatni gullantirishni maqsad qiladi. Milliy madaniyatmi xuddi millat tarixidek ikki nuqtadan o'tmishda yaratilgan milliy madaniyatdan, endi yaratilgan yangi zamonaviy milliy madaniyatdan tashkil topgan. Yangi zamonaviy madaniyat osmondan tushmaydi. U an'anaviy milliy madaniyatning barliq ijobiy angishtarlari va ijobiy taraflarini joriy qilish bilan g'ayri milliy madaniyatning qabul qilishga bo'ladigan foydali va ijobiy omillarni qabul qilib, uni milliy madaniyat taraqqiyoti jarayonida millat uchun o'zlashtirish asosida maydonga keladi. Bu jarayon tarixni qayta o'ylashni, madaniyat tarixini qayta o'ylashni chetga qoqmaydi. Aksicha taqozo qiladi. Milliy madaniyat sinkirtik omillarga muxolif emas. Milliy madaniyat qabilalar madaniyati asosida shakllangan. G'ayri milliy madaniyat omillarining tadrijiy ta'sir qilishi asosida rivojlangan. Nisbiy ma'noda milliy madaniyatni saqlashtirish g'ayri milliy omillarni chetga qiqish bilan emas, balki g'ayri milliy omillarni munosib o'zlashtirib ilgirlash bilan, shuningdek o'zlashmaydigan xom xutta narsalarni tashlab etish bilan amalga oshadi. Shunday qilib, milliy madaniyat shundoq bir sarviy darxiga o'xshaydiki, uning yiltizlari har xil manbalardan oziqlanadi. Ammo uning o'simliklar dunyosidagi o'rni, xususiyati va qimmati bir butun ashu sarviy darxidan boshqa narsa emas. Manbasiz eqin va ozuqsiz daraxt bo'lmasligi oddiy sabab bu. Millatni suyish, milliy ruhni saqlamlantirishni talab qiladi. Millatni suyish, milliy ruhni saqlamlashtirishni talab qiladi va saqlam milliy ruh orqali o'zini yuqori qatlamga ko'taradi. Milliy ruhi saqlam bo'lmagan kishi hasadxo'r, qora niyat, suiqasdchi, yurtvoz, fitnaxo'r, kazzob, zo'ravon, bo'shang, g'urun, sotqin kishi millatni eg'izidala so'yishi mumkin. Milliy ruhni saqlamlashtirish hozir tilga elinayotgani yo'q. Biz o'rxun mangu toshlaridan, xalq hikmatlik so'zlaridan, qutatqu bilik, atabatul haqoiq, hasnavi, xaraboti qatorliq klassik adabiyot namunlaridan, Abduqodir Azizi, Abduxoliq Uyg'ur qatorliq demokratik ma'rifatchilarning she'r va tashabbuslaridan millat gavdasini chirmab olgan ruhiy illatlarga bildirilgan kuchli nafrat bilan go'zal an'anaviy fazilatlarga qartilgan yalqinliq madhiyini ko'ramiz. Bu bizga milliy ruhni saqlamlashtirish, millatimizning har qaysi davrlardagi munavvar
mutaffakkurlari izchil ta'kidlagan tashabbus ekanligini, bu millatimizdagi yana bir munavvar an'ana ekanligini uqtirib berdi. Masala shuki, bu ulug' tashabbus amalga oshirilgani yo'q. Millat gavdasidagi ruhiy, ya'ni psixik kasalliklar bekinma muhit feodallik jamiyatining ro'yitimizdagi xunuk cho'kmalari bo'lib, uningda yana bir qism chet eldan, Xanzu va boshqa millatlardan yuqtirib olgan ruhiy kasalliklar bor. Millat gavdasidagi ruhiy illatlarni tozalash, millatning yuziga qora surkish, uydagi xunuklikni sirtqa yeyish emas. Biz Abduxoliq Uyg'ur Bordur degan she'rda tilga olgan yalqovlik, ya'ni o'rinliq, hasadxo'rlik, fitnaxo'rlik, kazzoblik, suiqasdchilik qatorliq illatlarga yurtbozlik va so'l hokim mutlaqlik qatorliqlarni qo'shib, umum xalq nafratiga aylantirsak, nemisi yomon? Millatimizning oqko'ngil, marhamatchan, mehmon do'st, yengillik tarafdori bo'lish qatorliq fazilatlarga kelganda, uni zamonaviy ong asosida davomli joriy qilamiz. Hasadxo'r kishilar ulug' ishlarni o'rinlay olmaydi. Ular imkoniyatning boricha boshqalarning ulug'ligini to'vallatishga urinadi. Gegel. Ig'vogarlar ig'vo orqali odam o'ltiradi. O'zimi ig'vo ichida o'ladi. Lushin. Boshqalardagi ulug' ortiqliklarga nisbatan hurmat bildirishdan boshqa chora yo'q. Giyoti. Bu maqoldagi xulosa bo'limini o'qib beray. 5-si xulosa. Yipak yo'lidan Uyg'ur madaniyati angushlarini qayta tepib olish. Nadonlikdan 3 bix o'sib chiqqan. Ular qora niyat, saxta shuhrat va akavurlikdan iborat. Schopenhauer. Aqldan 3 axloqiy xususiyat tug'iladi. Ular esil ideya, esil so'z, esil harakatdan iborat. Demokrat. Sokrat undaq degan. Aql yetakchilik qilgan qaysarlik saodat, nodonlik boshlagan qaysarlik odat keltirdi. Aql ratsional tafakkur bugungi kunda insoniyat yuzlangan yangi sivilizatsiyalik davrning yetakchi prinsipiga aylanmoqda. İnsaniyat amdilikda insoniyatga zid hadislarga qarshi kurash qilish iqtidoriga ega bo'lib qoldi. Butun dunyo bo'yicha ko'tarilgan yangi ma'rifat to'lqini elimizda har qaysi mamlakatlarda insoniyatning o'z-o'zini tepib olish yo'lidagi yangi ilgarilishni nishonladi. Iqtisod, fan texnika va ijtimoiy aslahalar aql va hamkorlik bilan birlashmasi bo'lmaydigan holat shakllandi. Inson subyektivning o'z-o'zini ixtiro qilishi, o'zidagi potensial iqtidorni joriy qilish hozirgi zamon eng qurilmasining yadrosidan iborat. Bu millat kategoriyasi nuqtasidan olganda, millat subyektning, milliy ruhning, milliy madaniyatning, milliy iqtidorning o'z-o'zini qayta tepib olishi bo'lib hisoblanadi. Bu millat uchun yangi milliy madaniyat uyg'onishi boshlanganligidan derak berdi. Uyg'ur xalqi beshidan o'tkazgan hamma diniy yengilashlar bilan madaniyat gullanish hodislari Yipak yo'li bo'ylab yuz bergan olamshumul tarixiy xarakterlik madaniyat o'rkashlari bilan bog'lanishli holda yuz berganligini ko'rsatdi. Yipak yo'li Sharq G'arb madaniyat kanali sifatida Grek Rim madaniyati, Kusan Budda madaniyati, Sui Tang madaniyati, İslamiyat madaniyati omillarini oqqizib almashtirdi. Yipak yo'lining qayta jonlanishi
hozirgi zamon tovar muomalasi va fan madaniyat uchurlarining eqib kirishi Uyg'ur etnik turmushi va milliy madaniyatida yangi tarixiy davrning boshlanganligini ko'rsatdi. Bu ko'ni Ipak yo'lidagi Uyg'ur madaniyatini qayta o'ylash va yangi Ipak yo'li Uyg'ur madaniyatini barpo qilish to'g'risida astoydil o'ylanishni talab qiladi. Har qanday madaniyat milliy bo'lganidek, har qanday zamonaviy ong va madaniyatmi millatning, davlatning ahvoliga uyg'unlashishi lozim. Yangi Uyg'ur madaniyati yanala Uyg'ur xalqiga xos yangicha milliy madaniyat bo'lib qoladi. U faqat hozirgi zamon engiga ega, ochiq va faoliyatchan iqtidorga ega, hozirgi zamon fan texnika, adabiyot, san'at saviyasiga ega yangi taraqqiyot qatlamiga ko'tariladi. Mayani biroz qisqartib o'tay. Uyg'ur xalqi uzoq o'tmishda elimiz va dunyo madaniyat xazinasiga qimmatli tuhfalar qo'shgan. Bu bizning sharafli o'tmishimiz. U bizga hamisha "Endi qanday tuhfalar yaratsan" degan savol bilan ilhom berdi. Ma'lum ma'noda buni shalliq o'tmish bizga talmurmoqda. Kelgusi istiqbol bu bizga talmurmoqda deyish mumkin. Demokrat muayyan go'zallikni uzluksiz ijod qilib turish muqaddas ma'naviy kuchning alomati degan edi. Undaq ekan biz dunyoga, kelgusiga, sivilizatsiyaga yuzlanmay qanday tura olamiz? Taraqqiyparvar Uyg'ur xalqi va uning munavvar ziyolilari hozirgi raqobatga, iqtidor qimmati selishtirmasiga to'lgan yangi tarixiy muhitda cho'qim mislsiz milliy uyg'unish va milliy gullanish jasorati bilan olg'a ilgirlab, ma'rifatli, zamonaviy, hayotiy kuchga to'lib toshgan ilg'or millatlardan bo'lib chiqqisi. 1988-yil 6-oy Urumchi. Tamam. Mana qarindoshlar, dаңlıq alimimiz mərhum Abdüşkür Muhammed İminning yana bir parcha asarını o'qib berdim. Albatta, olimning qo'lida bitgan asarlar bo'lgandan keyin bir anglabla tushunish, ham to'liq tushunish haqiqatan undaq oson emas. Lekin kitob o'qish munbirimizda men Abdüşkür Muhammed İmin apandining asarlarini pat-pat o'qib turmasam, bir ishni o'rindimagandek, shundaq bir xil yaxshi bo'lmay qolaman. Shuning uchun asarlarni pat-pat o'qib bermam. Meningcha sizlarni cho'qim yaxshi ko'rsizlar, chunki Abdüşkür Muhammed İmin hozirgi zamon Uyg'ur tarixida ko'zga ko'ringan, afsus hayot chig'ida kishilar tarafidan u darajada qadrlanib ketmagan bir o'lmas olim. Ma'qul emsa, bugungi kitob o'qishimiz mishakicha bo'lsin. Oxirida bugun atdiganda tog'da biroz yurgandim. Shu yurish jarayonida topgan ba'zi surat va kichik sirlarni hozirlarga sunay. Amon bo'laylik, salomat bo'laylik. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Men kelinglar kepinaklar. Mushada shu atrofda uchib yurdingmi? Havo quyosh bek kuchli bo'lg'achqa, mau daraxtning soyasiga kelib, o'qigandim, yuzim sal qorong'i chiqib qoldimi, qandaqlik keyin shaqasi. Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri Avlodlar to'rbetimizning hurmatli mushtarlari. Munbirimizga yangi kelgan hurmatli anglarman, ko'rayotgan qarindoshlar. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan bir tog'liq kentda. Sal turib, elektrli kabin bilan
Мен 2300 metrden aşıdığan Kadimidi degan choqqaga chiqaman. Bu choqqadan tağınınki yerimigacha menga tushadigan naytim chiroyli yo'l bor. Shu yo'lda tushkicha chiroyli ko'rinishlarni tortib hozirlarga sunaman. Bahra qaysizlar. Xo'sh, yurib ketdik qanday.